Turib bazag'ichisi tevib pika qapti deydigan gap bor. Tuqqanlar qishda turib yepasa qurug'isiqni yandirdi, yo'q qursaqlarni kichiltib o'rg'iltadi jumum. Bu ilk kuni qizib o'liqiga kamdagi xamsa emasmi talablar bo'yicha yo'llar qo'ydim. Tuqqanlar yurak berib saqlab olsa, mushkun ras asqatadi jumum. Ko'y lazimini ikkisini inchik to'ra olamiz. Birdek to'rashqa ko'zimiz yetmasa shallasaq bo'ldi. Tuqqanlar aka tuzg'i besib yumsht qo'ymiz. Men ishiltayotganim Gretsiyada import qilingan sap dengiz tuzi. Qalqonsiman ba'zi iqtidori chikinga yoki shu sababda kelib chiqadigan kasalliklarni oldin oldi. Tuqqanlarim bahasi muvofiq odatdagi tuzlarni 2 hassa kuchlikan. Bugun kesh bevos ko'rsatish kirib setvaslar bo'ldim. Agar doyindi mal olamasin deydigan tuqqanlar undidarim Pinincha Habibullah 28 ekranga chiqarib qo'ydim. Yeshil lazim sağa olsaqman Shomijo'da cho'qim kichikkin o'sim qatimiz tuqqanlar. Shomijo qatishimizdagi maqsad ochiq qilishlar emas, mizlik ta'mini chiqarish. Ma qo'ygunim hajomeye jumut tuqqanlar qizg'amaygan nechta hajosapli chuchitib eki xamsayni beshiga qo'ysa xamsayimiz tig'imimizda kam puraqliq chiqadi jumum. Andi bek az miqdorda tuz, 2 ulush ochiq suv, 1 ulush cho'jan yub, 1 qo'shiq lazimay qo'yib elashtirsaklar, ajoyib mizdek ham ishtahani ochadigan turib xamsayimiz tayyor bo'ldi degan gap. Qanamiz tuqqanlarim yurak berib meni qo'llashni saqlab olishni unutqamizlar. Kashda bevos ko'rishini xayri xo'sh.